Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi Ispaniya garniturlarimizni skromniy high-tech fasonda ishlangan mebellarimizni obzorini qilamiz. Shifonerlardan boshlaydigan bo'lsak, 6 soat variantda ishlangan, 3 ga bo'linadigan variantda. Ishlari mana jenskiy tarafda uzun kiyimlar uchun ishlangan, osha-moshalari vakuumli sistemada jihozlangan. O'rta qismlari mana polkali holatda jihozlangan. Osha-moshalari ham 5 tali ishlangan, zapaskalari bilan 3 yillik garantiyalargacha bor. Xo'p, bu taraflarimiz mana muzkoy tarafga ishlangan, kalta kiyimlar uchun jihozlangan. Fasadning qismlari germanskiy laminat ishlangan, korpuslari rossiyskiy laminat. Ruchkalarni ham temirli holatda qo'yib qo'yganmiz. Shkaf razmerlari 2.30 uzunligi, 2.5 balandligi bo'ladi. Xo'p, Ispaniyaga keladigan bo'lsak, Ispaniyalarimiz bosh taraflari moishi material bilan qoplangan, machalka holatda. Yumshoq machalka suyanganda boshga botmaydi. Tungichka bilan tungichkani oralig'i masofasi 275 joyga tushadi. Agarda uyga sig'maydigan bo'lsa, hattoki qo'shib qo'ysa ham bo'laveradi. Ispaniyaning podstavkalari ham bor, hattoki ishlangan, o'chib yonadigan. Xo'p, matraslarga keladigan bo'lsak, ikki tomonlamali 3 yillik garantiyalari bor. 220 ga 170 matras hisobimiz. Ispaniyaning tag qismlari ham laminat bilan jihozlangan. Qo'shimcha sondiqlari bor. Yozgi kiyimlar uchun. Xo'p, trimoyimizga keladigan bo'lsak, trendga chiqqan, o'tgan trendga chiqqan trimolarimiz aylanadigan trimolar bilan jihozlangan. Ichlarida seyflari ham bor. Hattoki seyflarga to'g'ri vakuumli sistema qilingan. Bu taraflarda trimoyimiz oyna qismlari bor, yana bitta fonli atroflarda led lampalari bilan jihozlangan. Trimo, tortma, tungichka hammasini tortmalari vakuumli ishlangan. 100% kromka. PVH kromkada jihozlangan, 100% vakuumli sistemada jihozlangan. Agar ushbu mebelimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, additsioniyaga plus belgisini qoldirsangiz, adminlarimiz sizga aloqaga chiqadi. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab amal qiladi. Kimga qiziq bo'lsa, aksiyada o'zingizni plus belgisini qoldiring.